Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi kun hammaga muborak bo'lsin. Lasotda brahid vaksinasini beryapmiz. 2 soat, 3 soat suv satib turib, qonun qoida bo'yicha idishlarni yaxshilab yuvib, dezinfeksiya qilib beriladi. Hozirgi bahorgi, kuzgi, qishki mavsumda 20 kun 1 oyda beraveringlar Lasotda brahidni. Erinmay. Qanday berishni tartibini men tushuntiraman. Xolasalaring sprey, xolasalaring suvda, xolasalaring o'sha kitobiy qilib, o'sha ko'ziga yo burnining teshigiga bir tomchidan organizmga kirish kerak har qanaqasiga. Buni qilib tursalaring to'g'larning kasal bo'lavermaydi. Mana suv satib beryapmiz. Shoshilmay, og'zini ochmanglar yigitlar. Suv satib berilaveradi. Mana bu ham mana berilyapti. Bankalarni yuvib, tayyorlab, chiroyli qilib berilaveradi. Bularni reklamaga qo'yganimiz yo'q. Bular hammasi makyon, bu yerda xo'roz yo'q. Mana kattalarimizni xo'roz makyon aralash olganmiz. Mabodo xo'roz ortib qolsa, xo'rozi ham rosa chiroyli, dahshat bo'ladi bularda. Hali odamlar uncha bilmaydi. Juda chiroyli 3,5 kilogacha bo'ladi. Bardoviy qizil bo'ladi. Oqlari xuddi adler, lekin odamlarimiz adler degan nomga o'rganib qoldi. Bular susex, bir xil. O'sha tayzoti bir xil. Lekin liniyasi tozaroq bular. Bular primoy, privoznoy. Bular primoy, privoznoyni bolalari. Ota-onalari, matishniklari tashayapman. Tojisi bilsalaring kunda bo'ladi. Bularki 5 toji bo'ladi, qirralik. 5 tojilik. Aloqaga chiqaverasizlar. O'sha 1-aprel, 5-aprelgacha tarqatamiz deyapmiz. Narxlarini telefon qilinsa aytilyapti. Bular hammasi makon, bular aytilgan yo'q hali. Bular reklamaga chiqqan yo'q. Mana ularni beryapmiz akalar. Hozir ham berilyapti, birinchida ham berilaveradi. Birinchida olsalaring vaksinasi anchasi bo'lib o'tgan bo'ladi. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Videoyimiz YouTube'ga qo'ysak bitta mana undan esdan chiqmasin. Shuni hamma ko'radi, hammaga manfaatli bo'ladi. Keyin Telegram nimamizga, YouTube kanalimizga, Telegramga qo'shilish uchun o'sha yozishadigan joyiga silkasini tashab qo'yapman. Imkon bo'lsa qo'shilsalaring, qanday tovuqlarga savollar, kasalliklarga bilmagan bo'lsalaring, o'sha mutaxassislarimiz bor, o'zimiz ham mutaxassis, to'la to'kis savollarga to'liq javob berilaveradi. Hech qanday muammo yo'q. Manzilimiz vodiyda, Qo'qonda, dastavkalar bor, pullik. Aloqaga chiqaverasizlar. Yillik tuxum protsenti bu qizil oqlarda 270 ta 290 tagacha. Balki 300 ta ham tug'ar, balki 250 ta tug'ar, boqishlayinga qarab. Vaksinalarni qolganini tartib bo'yicha o'rgatib boraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.